Doimiy bosh og'rig'i faqat nevrologik muammo emas. Ko'p hollarda bu lor kasalliklari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ayniqsa boshni peshona qismi, ko'zni atrofi, yuz qismlari, og'riqlari hammasi lor kasalliklari tufayli og'riyotgan bo'lishi mumkin. Chunki burun hamda burun yondosh bo'shliqlarining yallig'lanishi, har xil yiringlik kasalliklari aynan boshga shunday og'riq berishi mumkin. Shuning uchun ham lor tomonlama tekshirish juda ham muhim hisoblanadi. Eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu sinusitlar, ya'ni gaymarit, frontit, etmoidit shunga o'xshash. Bu holatda ko'pincha burundan ajralma kelishi, burun berkishi, nafas olishni qiyinlashishi, boshni harakatlangandagi lo'qillash sifat og'riq bo'lishi kuzatiladi. Bular peshonada, ensada yoki yuz sohasida bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda burun bitmagan holatda ham boshda aynan sinusitlarga bog'liq bo'lgan og'riqlar bo'lishi mumkin. Bunda burun bitmaydi, ajralma kelmaydi, lekin yashirin holatda ketayotgan sinusitlar boshga doimiy og'riq berib turishi mumkin. Shuning uchun ko'pchilik bunaqa og'riqni migren yoki charchoq bilan almashtirib qo'yadi. Yana bir ko'p uchraydigan sabablardan biri bu burundan yaxshi nafas olmaslik. Har xil muammolar tufayli. Ko'p uchraydigani bu burun suyagini qiyshiqligi. Burundan yaxshi nafas olmaslik boshdagi zo'riqishga, kislorod tanqisligiga olib keladi va doimiy uzoq muddatli bosh og'rig'iga olib kelishi mumkin. Burundagi allergiya, shamollash yoki tomoqdagi har xil o'choqli kasalliklar, yiringli o'choqli kasalliklari ham yaxshi nafas olmaslikka, boshni doimiy og'riq yurishiga, sinusitlarning kelib chiqishiga va sinusitlardan keyingi bosh og'riqlariga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zan bemorlarimizda yillar davomida burun tomchilarini burniga tomchilatib yurish holatlari kuzatiladi. Garchi vrachlar ularga ko'p muddat burunga tomchisini tomchilatmaslikni tavsiya qilsa ham, lekin ular yillab, 2-3 yillab yoki hattoki 10 yillab burunga tomchilarini tomchilatib yuradi. Burun tomchilari ham o'zini vazifasini bajaradi, tomirlarni toraytiruvchi. Shuningdek, bosh miyani tomirlarini ham bir xilday toraytirishi mumkin va bu ham boshni og'rig'ini bir sababi bo'lishi mumkin. Muhim jihati shundaki, agar siz har xil og'riq qoldiruvchi bosh og'riq dorilarini ichsangiz ham, og'riq vaqtinchalik yo'qolib, lekin yana takrorlanib bosh og'rig'i kuzatilayotgan bo'lsa, bu ham aynan lor sohasiga bog'liq bo'lgan bosh og'riqlarini bir turi bo'lishi mumkin. Bunday bemor lor vrach qabuliga kelganda lor vrachi endoskop yordamida burunning umumiy holatini ko'radi. Kerak bo'lsa rentgen yoki emskni boshqa tekshiruvlarni amalga oshirishi mumkin va bemorni ayni paytdagi nafas olishini qanchalik darajada yaxshi yoki yomon nafas olayotganligini aniqlashi mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, hamma bosh og'riq ham bu nevrologik bosh og'riq hisoblanmaydi. Bu ko'pincha o'sha lor a'zolariga bog'liq bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Shu holatda boshni og'rig'ini vaqtinchalik og'riq qoldiruvchi dorilar bilan og'rig'ini yo'qotib yurish bu to'g'ri emas. Agar bosh og'rig'ini sababi sinusga yoki burun bo'shlig'iga, nafas olishga, kislorod yetishmovchiligiga bog'liq bo'layotgan bo'lsa, buni sababini topib, tashxisni to'g'ri qo'yib, buni muolajasi orqali bosh og'rig'idan butunlayga bemor qutulishi mumkin bo'ladi. Mana shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizni sahifamizga obuna bo'ling.